Ismim Akbarxon. Hozirda Koreyada Global IT sohasida Chunbuk universitetida o'qib kelaman. Sun'iy intellekt dasturini ishga tushiramiz. Natijalar a'lo. Robot aniq harakat qilmoqda. Salom. Men buyruqni qabul qildim. O'zbek tilida gapirishni boshlayman. Mening ismim Sherzod, Akbarxonni do'stiman. Texnologiyalarga qiziqishim tufayli mashinalarni ham tuning qilishga qiziqaman. Mashina ham tayyor. Endi McLaren mashinasini ko'ramiz. Qarang. Sun'iy intellekt endi hamma joyda, hatto tog'larda ham. O'zbekistonda sun'iy intellektning kelajagini qanday rivojlanishini ko'ryapsiz? Yaqin kelajakda menimcha ushbu podkastni o'zim olib boraman. Voy, bu kutilmagan javob bo'ldi. Xo'sh, aytingchi, O'zbekistonda sun'iy intellektning kelajagini qanday rivojlanishini ko'ryapsiz? Yaqin kelajakda menimcha ushbu podkastni o'zim olib boraman. Voy, bu kutilmagan javob bo'ldi. Endi jiddiy ish topishimiz kerak. Aks holda uyimizdagilar aytishadi. Qo'shnini bolasi 200 dollar topyapti ekan, sen hali ham yuribsan.